Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan IQB mahsulotlarini yuragi bo'lgan IQB Live haqida gaplashamiz. IQB Live programmasini yuklab olish uchun App Store yoki Play Marketda IQB Live deb qidirsangiz chiqadi va o'sha yerdan sizlar bemalol yuklab olishingiz mumkin. Undan tashqari, agar sizlar IQB mahsulotlarini sotib olgan bo'lsangiz, mahsulotning orqa tarafida xuddi shunaqa QR kod mavjud. O'sha yerdan yuklab olsangiz ham bo'ladi. Bu programma o'z qanday programma? Shu haqida batafsil tushuntirib beramiz. Ushbu programma faqatgina IQB mahsulotlari uchun emas, balki bu programmani o'zini ham ishlatsangiz bo'ladi va afzalliklari juda ham ko'p. Ko'rishingiz mumkin bu yerda bo'lim mavjud va yaxshi taraflarini aytib o'taman. Birinchi navbatda sizda Qur'on va Qur'on player mavjud, ya'ni siz Qur'onni eshitsangiz ham bo'ladi va o'qisangiz ham bo'ladi. Hattoki ma'nolar tarjimasi ham mavjud. Va bu yerda prayer time bor, ya'ni sizda ibodat vaqtlarini chetga chiqqan paytingizda ham bemalol bilib tursangiz bo'ladi. Azkar, ya'ni duolar. Bu yerda siz duolarni yodlab olishingiz ham mumkin, eshitish orqali va o'qish orqali bemalol duolarni o'rgansangiz bo'ladi. Undan tashqari qibla, ya'ni qibla direction bor. Ya'ni bu yerda siz qiblani qayerda joylashganini bilsangiz bo'ladi. Undan tashqari asmaul husna bor va Qchat bilan IQB Care degan joy bor. Bu aynan umrga chiqib keldi, sayohat qilgan paytda juda ham kerakli narsa. Bu haqida hali batafsil bitta obzor tayyorlaymiz va bemalol bilsangiz bo'ladi. Undan tashqari islomik kalendar mavjud bu yerda. Hijriy va Jordan kalendar orqali vaqtlarni, sanalarni bilib tursangiz bo'ladi. Programmani past qismida nimalar bor? Ko'rishingiz mumkin bu yerda. Eng asosiy joyi, ya'ni bu joyda siz app device orqali bemalol qurilmani ulaysiz. Xo'p, undan tashqari bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu bosqichda siz ulangan device'larni, ya'ni ulangan qurilmalarni hammasini tekshirib borishingiz bo'ladi. Undan tashqari mana bu bo'lim bor. Bu bo'limda siz musulmonlardan, ya'ni butun boshli mana shu programmani ishlatgan hammadan duo so'raysiz bo'ladi. Bu yerda juda ham ko'p ko'rishingiz mumkin. Mana misol uchun mana bu yerda health, education, career, ya'ni siz aynan mana shu sohalarda aynan programma ishlatgan odamlardan duo so'raysiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda ham ko'pchilik duo so'rayapti. Xo'p, va eng yaxshi tarafi bu programma hozirgi kunda tekin. Va yana bitta zo'r tarafi bor. Bu programma orqali sizlar o'yin o'ynasanglar bo'ladi. Qanaqa o'yinki, agar sizlar tasbih aytgan bo'lsangiz, sizlarga ball yig'iladi va tekinga hadyalar qo'lga kiritisanglar bo'ladi. Bu programmadan maksimum foydalanish uchun IQB mahsulotlarini xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Ushbu mahsulotlarni bizning hamkorlardan va bozorlardan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Aytgancha, keyingi obzorda bu programmani ichiga chuqurroq kiramiz. Bu obzorni o'tkazib olmaslik uchun IQB Central ichiga obuna bo'ling.